Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar kanalimiz a'zolari. Mana bugun Surxondaryo viloyati Denov tumaniga kelganmiz. Bu yerda chorvador akalarimiz bor. Ular biz bilan ishlashni boshladi. Mana ko'rimlarimizni berishi kuni ikkinchi kun, xudo xolasa. Ko'ryapsizlar, chorvalari o'zgacha. Bu chorvalar qizil eston, qizil galshteyn deyiladi. Agar kimga qizil eston, bunaqa chiroyli qizil galshteynlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz aloqa qilib beramiz, sizlarga ham olib keltirib beradi yoki fermadan o'zinglar o'zlari bilan kelishsanglar bo'ladi. Bu qizil galshteynlarni afzalli tomonlari sutni juda yaxshi beradi. O'sha yaxshi boqilsa, to'g'ri boqilsa, o'sha 30 litrdan baland sut beradi. O'shaning uchun bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Mana fermalarni ko'rib turibsizlar, juda chiroyli qilib qurganlar, juda to'g'ri, o'sha metrlarigacha, o'sha standart darajasida qurilgan. Hammanglarni chaqirib qolaman, shunaqa standart bo'yicha chorva boqilsa, shunaqa to'g'ri oziqlantirilsa, siz kutgan natijalarni beradi. Hammaga rahmat.